Qolyog'ochdan qamchiqlar otqilar. Dadasini yomon desang dotqilar. Qolyog'ochdan Udu. Ha? Uka olib keling. Adam başı oşları taşıyaptılar, boru. Agar hovuz to'xtatmasak, oxiri yomon o'lardi. Mahalladagi qo'shnilar gap so'z tashadi. Gapsiz qilsa ko'rsin, avvalgilar 80boy, 90boy deganlari bo'lgan. Nima? Sen Svet ochdimi? Qolyog'ochdan qamchiqlar otqilar. Dadasini yomon Jonga tegdilar, endi boru. Hozir o'g'lim ukamdan katta. Nimadir qilmasa bo'lmaydi. Real endi gapirlari adamga. Aka, odamlar realni to'xtatayli. Qaysi bir? Voy Kozim! Qazimni olib kel, qazimni. Hop, Qazon tashib olganman deyman. qanaqa qildingmi? Bu jinni adam o'zlari bizani aldayotdi bu oxirgisida. Qaysi biring bo'lsa ham podavolga tushib damlamanni olib chiqib ber. Bir ichinglik quvvat bo'lsin. Onasi. Mana shu damlamasini yo'qotib olishim kerak. Qolyog'ochdan qamchiqlar otqilar. Dadasini yomon desang dotqilar. Shoxob, menga qara, asalni olasan, ichiga yong'oq qo'shasan, qorong'onaga qo'yib qo'yasan. Keyin yeyman, ha? Yo'q, uni olib kelgani xotiningni jo'natasan. Qorong'onaga. Xotinimni olib kelar, keyin yeyman. Voy yo'q, yemaysan, orqasidan borasan xotiningning orqasidan. Keyin yeymanmi xatyapti? Yo'q, yemaysan, gap asalda emas, gap qorong'ixonada. Asal prosta lavushga, tushunsanmi? Hey, endi men hammani qutqaraman. Qarab turib. Yaxshilab ahamiyat bermadilaringmi? Uyda svet o'chib qolibdi. Bunga bizani sifatsiz, ichirib ketgan, irib ketgan kabellarimiz sababchi. Ana endi o'sha kabellarni artikul kabellarga alishtiramiz. Chunki bu toza mis, elektrni yaxshi o'tkazadi, qo'lbola emas, davlat standartlariga javob beradi. Keyin yonmaydigan qobiqqa ega, sovuqqa ham, issiqqa ham chidamli. Har bir metri tekshiruvdan o'tkazilgan. Ana endi biz qutqarilganlar. Assalomu alaykum. To'g'ri aytdingmi? Zo'r etdingiz. Bugun qo'yib berasizlarmi? Montaj yubordi. Adam qanilar? Sanatoriyga ketganlar. Voy. Onamchi? Birgalar. Qolyog'ochdan qamchiqlar otqilar. Dadasini yomon desang dotqilar.